Hammaga salom birodarlar. Bugun men sizlar bilan o'zidan ketib qolgan qizlar haqida gaplashmoqchiman. Sizlar ham men ham bilaman, hozirgi zamonda qizlar juda ham o'zidan ketib qolyapti. Onasi bilan yashaydigan yigitga erga tegmayman, tagida mashinasi bo'lmasa 18 yoshda erga tegmayman. Va bu nimadan kelib chiqdi? Qizlarni kibri, silishkim ko'tarilib ketdi. Va bu nimadan? Bu ulug' latta yigitlari deb. Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. Qizlarga kuniga kamida 10 ta qanaqadir lattalar salom tanishsak bo'ladimi deb yozadi. Ko'chada yurayotganda ko'p yigitlar ko'z tashashadi. Va qizlarning o'rniga o'zingizlarni qo'yib ko'ringlar. Har kun sizlarga Instagramdan 10 tadan qizlar yozadi. Ko'chada yurganinglarda qizlar sizlarga ko'z tashlaydi. Kibringlar oshmaydimi? Albatta sizlar ham kibrlanib ketasizlar. Va qizlar ham shu sabablarida ular kibrlanib ketyapti. Men sizlarga ba'zi bir Instagramdan topgan videolarimni ko'rsatmoqchiman va bu videolar haqida o'z fikrimni aytmoqchiman. Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar. Tú solo dime quiénes quieran que me prometió la edad y no cabe un alfiler y no. Va biz bu videoda nimani ko'ryapmiz? Erga tekkanimga 1 yil bo'ldi deyapti mana bu qiz. Lekin bivshilarim bilan yurgan paytlarim deb yurumsaklik vaqtini sog'inyapti. Demak, qaysidir latta o'tmishi bor qizni o'ziga xotin qilib, bolalarga ona qilib olgan. Va bu qiz o'tmishidan uyalishning o'rniga nabarot o'sha vaqtlari sog'inib, bivshilari bilan yurumsaklik qilganlarni sog'inyapti. Oldinlari butun insoniyat tarixida qiz bola doim o'zini tozaligi uchun qadrlangan. Agar yurumsak qiz bo'lsa va bu haqida kimdir bilganda, u qiz butun mahallaga, butun shaharga sharmanda bo'lgan va birorta o'zini hurmat qiladigan erkak hech qachon uni o'ziga xotin qilib olmagan. Chunki o'tmishi bor qiz xavfli. Tasavvur qilinglar. Ko'chada ketyapsizlar xotininglar bilan, qanaqadir yigit xotininglarga qaradi. Keyin xotininglardan so'rayapsizlar. Nega u yigit senga bunaqa qaradi deyapti. Yo tanishim deb qo'yadi. Lekin u yigit o'zi uchun tushunadi. U ko'tini pulemyotda yorib tashlagan qizni qaysidir latta o'ziga xotin qilib olibdi deb kulib ketadi. Shuning uchun o'tmishi bor qiz juda ham xavfli. Bugun seni sog'indim, jonim bag'ringga bor. Bu videoga fikrimni aytishdan oldin avval bu videoni o'z tushunib olishimiz kerak. Ikkita qanaqadir latta bir-biri haqida bilib qolib, bir-biri bilan urush qilyapti ekan. 200 gram chuchvara uchun. Lekin bu qizni ikkalasiga ham qo'yib qo'ygan joyi bor. Bularni o'yinchoqdek o'ynatadi, zerikkanda urishtiradi. Yo birorta manipulyatsiya qiladi. Uni tashab ketgan bivshisini eslab yuraveradi. Bu yigitlarga qo'yib qo'ygan joyi bor. Lekin bu yigitlar u meni sevadi deb bir-biri bilan urushib yotibdi. Va bu qiz uyalmasdan shunaqa bo'layotgan jinni konsertni bir holatlari butun Instagramga o'zini yurumsakligini maqtanib chiqyapti. Другим уже занята, ты с другим, но не унываю я, все равно скоро будешь ты моя. Va bu videoda biz nimani ko'ryapmiz? Yigit yozyapti. Yigitingiz bormi deb qiz bolaga savol beryapti. U bor deyapti. Keyin u nima deb javob beryapti yigit? Ikkinchi yigitingiz bo'lsam bo'ladimi? Qanaqa darajada g'urursiz bo'lish kerak? Qiz bolaga ikkinchi yigitingiz bo'lsam bo'ladimi deb so'rashga. Buni qanday tasavvur qilish kerak? Uni birinchi yigiti ko'tini yirtguncha sen telefondan sen sevaman deb so'shiqni yozib o'tirasan, qanaqa darajada dayus g'urursiz bo'lish kerak qiz bolaga ikkinchi yigitingiz bo'lsam bo'ladimi deb. Bu ham mayli, qiz bolaning javobi nima? Ikkinchi yigitim ham bor deyapti. Bu holatda endi o'zingizlarga qo'yib ko'ringlar. Sizlarning qizinglar bor. Sizlar unga bor e'tiboringlarni qaratgansizlar, unga erishishga harakat qilasizlar, har kun buketlar sovg'a qilasizlar. Lekin u sizlarga bildirmasdan boshqa yigit bilan ham gaplashib yuradi. Va sizlar buni bilmaysizlar, u sizlarga kelib aytmaydi men ikkinchi yigitim bor deb. Amayli, endi esa oxirgi videoni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Va bu videoda biz nimani ko'ryapmiz? Sen bilan gaplashsam, meni rolim qanaqa bo'ladi deb so'rayapti yigit. Qiz bola nima deb javob beryapti? Qo'g'irchog'i o'ynatgandek o'ynataman. Bu nimani anglatadi? Seni manipulyatsiya qilaman deyapti. To'g'ri, nima kerak sog'lom munosabatlar?
bir-birini hurmat qilib, bir-birini yaxshi ko'rib, to'g'ri munosabatlar qurish. Hozirgi ko'p munosabatlar emotsional kacheli, dramma va manipulyatsiyalar orqali quriladi. Shuning uchun ham hozir munosabatlar qurish juda ham xavfli. Chunki sen u yerga rasxod qilasan, bor e'tiboringni qaratasan va eng muhimi vaqtingni ketkazasan. Va bunga javoban sen hech narsa olmaysan. Faqatgina bugun bor, ertaga yo'q emotsiyalar. Va bu emotsiyalar tugagandan keyin bunaqa munosabatlar ham tugaydi. Va yigitlar, bu videolardan keyin sizlarga nima demoqchiman? Agar sizlar yosh bo'lsanglar, 16, 18, 20 yosh bo'lsanglar, munosabatlar qurishga shoshilmanglar. Qizlarning ortidan yugurmanglar. Eng muhim xato qiz bolaga erishishga harakat qilish. Hech qachon kimdirga erishishga harakat qilmanglar. Sevgi yo o'zaro bo'ladi, yo hech qanaqa sevgi yo'q, eslab qo'yinglar. Va men nimaga munosabatlar qurishga shoshilmanglar deyapman? Chunki munosabatlarga to'g'ri keladigan qizlar hozirda juda ham kam. Topsanglar ham birorta drama qirolichasini topasizlar. Yo sen menga hech narsani запрещать qila olmaysan deb klublarida yuradigan qizlarni topasizlar. Hozirda to'g'ri, tarbiyali, axloqli qizni topish juda ham qiyin. Shuning uchun men senga nimani maslahat beraman? O'zing ham ko'rding qizlarning ahvolini va bu videolar 4 ta 5 ta video deb o'ylashing mumkin. Lekin bu videolarda 10 minglab like'lar turadi, xuddi shunaqa qizlardan. Va men senga nimani maslahat beraman? Bor e'tiboringni o'zingni hayotingga qarat. Tanangni ustida ishla, cho'ntaging ustida ishla va hayotingni maksimal qiziq qilishga harakat qil. Shunda sen hech kimga nushdatsa qilmaysan, hech kimga zor bo'lmaysan. Chunki senda eng muhim odaming o'zing bo'lasan. Va qizlar o'zi senga talpinishni boshlaydi shu holatga kelgandan keyin. Va o'sha sen tanlaysan. Qora sochlimi, sariq sochlimi, brunetkami, blondinkami? Bu yo'g'ga tanlov o'sha senda bo'ladi. Biz erkaklar bu dunyoga kimdirga erishish uchun, kimdirni baxtli qilish uchun kelmaganmiz. Biz rivojlanib, kuchli bo'lish uchun tug'ilganmiz. Senga bu video yoqqan bo'lsa, kanalimga podpiska bosib qo'y. Va senga meni filosofiyam qiziq bo'lsa, men Telegram kanalim Mikmak podvalga qo'shilishga ulgurib qol.